Bugun eng ko'p so'ralgan tonalkalar haqida gaplashamiz. Qani ketik. BB krem tonalka teriga moslashadi, tonini bir xil qilib beradi, namlash va yangilashga yordam beradi. Barcha yuz terisi uchun mos keladi. BB tint tonalkasi tarkibida vitamin E va gialuronkasi bor. Bundan tashqari 93% terini parvarishlovchi tabiiy tarkib komponentlari bilan biriktirilgan SPF himoyaga ega tonalka. Kollagen tonalkasi bilan siz nafaqat tashqi tarafdan, balki teringizni kollagen bilan ta'minlab, namlantirish va SPF bilan himoyalashga ham ega bo'lasiz. CC tonalkamizda aynan yog'li aralash yuzlar uchun juda ham ideal tanlov hisoblanadi. Yog'lanishni namlantiradi, yallig'lanishni kamaytirib, yuzga ideal ton beradi. Everyday CC tonalkasi normal va quruq yuzlar uchun moslashgan. Tarkibda SPF va namlantiruvchisi bor. Sun'iy qoplamalarsiz tabiiy ko'rinish xohlaydiganlar uchun aynan Verbena CC kremini tavsiya qilaman. Tarkibida ham yosh bilan bog'liq muammolarni oldini olish uchun yetarlicha qo'shimcha tabiiy komponentlari bor. Mani eng sevimli qo'shonim bu Babyface qo'shoni. Bu barcha turdagi yuzlarga mos keladi. Yuzingizni kun davomida shunaqangi chiroyli tarzda saqlanib turadi. Kamchiliklarini ham juda ham zo'r yopib beradi. Namlantirish xususiyatiga ega. Xo'sh, bu tonalkalardan qaysi biri sizning yuzga mos kelarkan? Kommentariyga yozib keting.